Assalomu alaykum barchaga. Bitta klientimizga bir dona sinovchi konseni qo'yib berganda, media bitta ishlatib ko'rib, keyin qolganini qo'yamiz deb. Mediadan qo'yib berdi, tavsiya qildi. Buni ishlatgandan keyin yo'qolib qolgan tarafi Wi-Fi ga ulangan tarafi yo'qolib qoldi. Uni xonani nazorat qilib turar ekanman deb, undan keyin 3 ta qo'ydilar. Bu tarafda 2 ta, bu tomonda yana bitta bor. Eng yoqqan fishkasi okaga telefonlarga ulab berganmiz. Klient telefonlari bu, mana smartfon ulab berdi. Uje hammasini o'zi nazorat qilib turibdilar. Kabinet, o'g'ilniki spalniga o'zi yonib turibdi. Spalni, детский spalni, kuxna. Kuxnamizniki o'zi mana 22 turibdi. Xonada shunaqa. Funksioner. Tok расходы. Zo'r tarafi shunisi yo'q tokiga. Detskiyni tekshirib turishim uchun dedilar. Bolalar yoqqa o'chirayvermadi. Mana расходнiki ham facepat yongani, pulligi, oy, yil. Shunisi yo'qdi menga, shundan qo'yib bering dedilar. Xudo xolasa, tok расходlari ham, shumlari ham, hamma narsasi bor mana. Ledlari tayyor qilib berganmiz. 4 tasi. Bemalol bunlarni yo'q o'chirib, masofadan ishlatsalar bo'ladi. Bo'lmasa chotki, o'z qo'shib. O'xnaniki mana. Mana 24 bo'ldi. Chotki. Kimga mana xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. O'zimiz do'konimiz shog'rimizda turibdi. Nalichiyda.